Assalomu alaykum. Agrobank Baxmal filial boshqaruvchi o'rinbosari Bekovs boshlig'i Jumanov Yodgor bo'laman. Tumanimizda bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida ishlar tashkil qilinmoqda. Bu borada Baxmal tumani Yangibog' mahalla fuqarolar yig'inida 68-kontorda ijaraga berilgan yer 10 gektar yer tanlab olingan. Ushbu loyihada jami ijarachilar soni 40 ta. Barchasiga bir xil mahsulot mana shu loviya serdaromad mahsulot ko'chatlari ekildi. Hozirgi kunda parvarishlab kelinmoqda. Barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Bu yildan har bir ijarachimizga kamida 70-80 million daromad qilish rejalashtirilgan. Bu mahsulotimizni ichki bozor hamda chet elga eksport qilish ishlari ko'rilmoqda. Ushbu loyihada Yangibog' yosh dehqonlari kooperativi tashkil qilindi. Bu barcha yordam berib kelmoqda. Mana shu ekin maydonimizda sentyabr oyida mahsulotimizni yig'ishtirib olib, ikkinchi ekinga serdaromad ekin turini ekish rejalashtirilmoqda.